Mening ismim Anthony Powell. Yangi Zelandiyada, Taranakidagi chorva fermasida o'sganman. Hamma ulg'aygach hayotimning asosiy qismini Antarktidada o'tkazdim. Menga eng ko'p Antarktidada yashash qanday ekan degan savol berishadi. Oddiy so'z bilan bu savolga javob berish qiyin. Qolaversa bu savolga javob bo'ladigan filmni ham hali hech kim suratga olmagan. Shuning uchun men har xil kameralarni qanday ishlatishni o'rganib oldim va dahshatli sovuqda ishlatsa bo'ladigan qandaydir uskunalarni o'z qo'lim bilan yasadim. Bu filmni yaratishga 10 yil umrimni sarfladim. Texnika uchun minglab dollar pul ketdi. Va bu g'aroyib maskan insonga taqdim etadigan kayfiyatni ilg'ash va kameraga muhrlash uchun dahshatli sovuqda soatlab kutib turdim. Antarktidada yilning faqat 2 fasli hukm suradi. Jo'shqin yoz ilmiy tadqiqotlar pallasi va sukunat yolg'izlik hukm suruvchi qish. Bunday qish bag'rida yashashga uncha-muncha odam dosh bera olmaydi. Bu maskanni chinakamiga anglash uchun hech bo'lmasa to'liq 1 yil bu yerda muzlikda yashab ko'rish kerak. Antarktida. Muzlikda o'tgan 1 yil. AQShning Antarktida dasturi, yo'lovchi terminali. Tushunishimcha ko'pchilik bu yerda faqat olimlar yashaydi deb o'ylaydi. Hamma bu yerda siz bilan menga o'xshash oddiy odamlar ham anchagina. Ko'p va og'ir mehnat qiladigan oddiy insonlar. Bu yerda birinchi nafas olishingiz bilan yuzingizga xuddi bolg'a kelib urilgandek bo'ladi. Xuddi boshqa bir olamga tushib qolgandek, boshqa bir olamda uyg'ongandek bo'lasiz. Bunga qanday jazm qilganimga hali ham aqlim yetmaydi. Men Antarktidadaman, Yer sayyorasining eng ostida. Miyamda nima qilib qo'ydim, nega ham keldimmi bu yerga degan fikr yarq etib o'tadi. Antarktidadagi vulqon Erebusni ko'rdim-u, undan snowboardda uchib tushkim keldi. Ammo darhol taqiqlashdi buni menga va shu bilan ishlagani ketdim.
Avvaliga qoyil, zo'r bo'ldi, biz Antarktidaga ketyapmiz deb o'ylaysan. Keyin bu yerga kelasan u endi qancha ish qilishing kerakligini tushunib yetasan. Ilk marotaba kelgan payting seni hayajon chulg'ab olib, bu yerga ishlashga kelganingni unutib qo'yasan. McMurdo stansiyasi Ross orolida, dengiz bo'yida joylashgan. Yer yuzidagi eng janubiy vulqon hisoblanmish Rebus shu yerda yastangan. Yarim orolning narigi tomonida 3 kilometr uzoqlikda Yangi Zelandiyaning kichikroq Scott Bay stansiyasi joylashgan. U o'zining hajmiga ko'ra butun Antarktida bo'ylab yoyilib, turli bazalarga o'xshab ketadi. McMurdoga juda yaqin joylashgan u. Butun qit'ada atigi 30 ta baza doimiy faoliyat yuritadi va qish payti ularning har birida 20 tadan kam odam yashaydi. Scott Bay bazasida olimlar birgina binoda ham ishlab, ham yashashga majburlar. Bu yerda ko'p narsalar bir zumda odatiga aylanib qoladi, ayniqsa qish chog'i. Sen hech nimani o'zgartira olmaysan. Birov bilan urushib so'kishganingda ham hech qanday ma'no yo'q. Chunki o'sha odam har tanaffus chog'i yana qarshingda paydo bo'lib turaveradi. Men Antarktidaga ikkinchi marta keldim. Nega bu yerga qaytishni istading? Asosiy sabab nima deb so'rashganda, buning sababi mana shu oppoq tog'lar deb javob beraman. Oppoq cho'qqilarga qaraysan-u, voy, hali ularni tuzukroq kir qilishga ham ulgurmabmiz-a deb o'ylaysan. Antarktidada turli mamlakatlardan kelgan insonlar yer yuzining boshqa joyiga qaraganda bir-birlarini yaxshiroq tushunadilar. Shu bois ham o'zaro hamkorligimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Zero bizlarni inson sifatida yanada mukammal bo'lishga intilish hissi yakdil etadi. Bu yerda hamjihatlik kuchli. Hayron qolasan ba'zan. Qachonlardir bu yerga italiyaliklar bilan birga kelgandim. Birinchi bor kelganimdan so'ng qaytar chog'im bo'ldi, yetadi deb o'ylagandim, ammo 2 yildan so'ng yana qaytib keldim. Mana hali ham shu yerdaman. Parvozlar bu yerda Yangi Zelandiyadagiga qaraganda ancha xavfsiz, chunki ob-havo sharoiti haqida o'ylamaysan. Uyda ob-havo har xil mezonlar asosida o'lchanadi. Bu yerda esa yaxshi yoki yomon. Sen ko'proq qayerga uchib ketishni istarding? Christchurchga. Yo'q, aslida yuqori rayd ko'proq yoqadi menga. Beacon Valley ham. U yerlar juda chiroyli. Meni ham Robga o'xshab omadim keldi. Chunki Antarktidada ishlash, ko'p joylarga borish va bu g'aroyib qit'aning poyonsiz, ulug'vor kengligi bo'shlig'ini bus-butun to'laqonli his etish imkonini beradi. Bu yerda qaydaki tadqiqotlar o'tkazilmasin, eng avvalo aloqani yo'lga qo'yish kerak. Chekka hududlarda eng birinchi qiladigan ishim radio uskunalarni o'rnatish bo'ladi. Bu yerga ilk marta 1998-yili kelgandim va butun atrof qanchalik toza, pokiza ekanini ko'rib hayron qolganman. Hali ham inson qadami yetmagan joylar bor bunda. Mutlaq sukunat hukm surguvchi bunday joylar yer yuzida hamon saqlanib qolganidan uni his etishdan juda baxtiyorman. Shamol esmayotgan payt bu yerda tursang, quloqlaring aqalli sal-palgina sasni ilg'amoqchi bo'ladi. Sal-palgina. Odatiy hayotimiz shovqin-suron ichida kechadi. Yashab yurgan olamimizda. Odatda bu yerda ekanimdan baxtiyorman. Ammo bu ish mendan juda ko'p narsani tortib olyapti degan xayolim ko'nglimdan o'tadi. Hozir yozning o'rtasi. Soatga qaraylik. Hozir soat 12 bo'pti. Ammo tungi 12.
12 yildan beri Antarktidaga kelaman. Bu yerga ilk bor kelganimda umring davomida bir marta Antarktidaga kelish juda zo'r-ku deb o'ylagandim. Men o'sha yerga borganman deb ayta olasan keyin. Ammo keyingi yilga shartnoma imzoladim-u, bilmadim, nima qanday bo'ldi, shu bo'yi qolib ketdim. Antarktidada ayollar uchun tanlov imkoniyati keng, ammo hech kimni tanlay olmaysan deyshadi. Biz Kristin bilan shu yerda uchrashdik. 2003-yilning qish payti uning qo'lini so'radim. 6 haftadan keyin shu yerda o'ziga xos to'yimizni o'tkazdik. Shundoq muz ustida. Rangli qog'ozlardan qo'lda har xil gullar yasadik. Kristinning dugonasi Lora mato topib to'y ko'ylagi tikdi. Mexaniklar esa misdan bizga uzuk yasab berishdi. Stansiya boshlig'i Erikdan butun bazada yagona hisoblangan smokingni vaqtincha olib turdim. Nikoh marosimini ham u o'tkazdi. Bu oqshom bu yerda Ross orolida Kristin Marie Gamble va Anthony Brandon Paul bir-birlariga muhabbat va sadoqatda bo'lishga ont ichib oila qurishmoqda. Er-xotin bo'lishmoqda. O'z qalblari, ruhlari, vujudlarini bog'lashmoqda. Salom dada. Salom Kristin, Ensi, qalaysiz? Yaxshimiz, boshlayvering. Yaxshi. Ensi, unda tabriklayman. Qizimni senga xotinlikka beraman. Rahmat. Sen haqingda ko'p yaxshi gaplar eshitdim. Ochig'i seni ko'p ham bilmayman, ammo kelajakda bu masalani hal qilamiz. Endi senga gapim, Kristin. Ensi bilan qo'sha qaranglar. Baxtli bo'linglar. Pingvinlar haqidagi ko'rsatuvlar boshqa, ularning haqiqiy to'dasi bilan yuzma-yuz bo'lish butunlay boshqa. Bu yerda pingvinlarning minglab muzlagan o'liklari yotibdi. Hamma yoqda uchratasiz. Yozda esa 100 minglab pingvinlarning go'ngidan tarqagan hidga chidab bo'lmaydi. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yangi yil bilan Makmyordo! Bu yerni yaxshi ko'rishimga sabablar ko'p. Asosiysi sal boshqacharoq hayot tarzini ma'qul ko'radigan insonlar orasida yashashim.
ilk marotaba katta jamoaning bir qismiga aylandim. Chunki ko'pchiligimiz bir xil fikrlaymiz. Biz hammamiz bir aravadamiz va bir-birimizdan qochib qutula olmaymiz. Qochadigan joy ham yo'q. Har kuni o'zaro muloqot qilishga majburmiz. Bu yerda odamlarning qanday ekanini darrov bilib olasan. Munosabatlaring yaxshi bo'ladimi, yomonmi farqi yo'q, doim jonli, juda ham jonli bo'ladi ular. Juda zo'r bo'ldi. Makmyordo bazasi kema yetib kela oladigan eng janubiy nuqtadir. Oziq-ovqat ortilgan kemaning kelishi yozning oxirgi lahzalarini anglatadi. Kemadagi yukni tushirib olishlari bilan unga darrov yana yuk ortishadi. Bu yerdagi faoliyat tufayli yuzaga kelgan chiqindilarning barchasini, bir yil davomida yig'ilib qolgan ilmiy tadqiqot natijalarini. Bu yerda hech nima qoldirilmaydi. Fevral oxirlarida quyosh ufqda bazo'r ko'rinadi. Ko'pchilik ortga, uyga qaytishni o'ylab qoladi. Hech bu yerda qishlab qolishni o'ylaganmisan, ha? Yo'q. Oxirgi samolyot uchib ketayotganda, so'nggi 6 oy shu yerda butunlay qolib ketishingni anglaysan. Endi keta olmaysan. Bir marta, "Yo Xudo, nima qilib qo'ydimmi?" deb o'ylagandim shunday payt. Shu samolyotga chiqishim kerak edi. "Yo'q" dedim. "Yo Xudo, o'zing qutqar bizlarni." Birinchi marta ayni qish chog'i bo'lgandim bu yerda va o'sha so'nggi samolyotga qarab, "Yo Xudo, bilib qildimmi shu ishni" deb o'ylaganim kechagidek yodimda. Diqqat barcha stansiyalarga. Aloqada qoling. Ob-havo yomonlashuvi haqida ma'lumot. Makmyordo ob-havo xizmati quyidagi hududlarda 2-darajali ob-havo yomonlashuvini xabar qiladi. Makmyordo stansiyasi, Teesside, Arrival Heights, Scott bazasi tomon yo'l, Gausfield va Pegasus Field yo'li. Barcha savollar bo'yicha Makmyordo ob-havo xizmatiga murojaat qiling. Ba'zilar bu yerda qishni qiynalmay, juda yaxshi o'tkazadi, ammo chidolmaydiganlar ham bor. Qish qahratonining haqiqiy ishqibozlarini shundan bilib olamiz. Shundoq ayon bo'lib qoladi. Mening qish paytidagi asosiy vazifalarimdan biri tashqi olam bilan aloqani ta'minlashdir. Men muzlagan shelflar bo'ylab muntazam Blake orolidagi sun'iy yo'ldosh orqali stansiyaga qatnayman. Agar ob-havo sharoiti yaxshi bo'lsa 6 soatda yetib olaman. Ammo so'nggi yillar shelfda muz sirti erishi tufayli muammolar paydo bo'ldi.
Shu bois ba'zan katta o'nqir-cho'nqirlardan o'tishga to'g'ri keladi. Bil, ko'ryapsanmi? Qayerdan o'tsa bo'ladi? Hammasi joyida. Black stansiyasi sayyoramizdagi eng kuchli shamol esadigan joylardan biri. Shamol shu qadar kuchliki, havo oqimi tezligini haligacha o'lchash imkoni bo'lmayapti. Asbob anjomlarni uchirib yuboryapti, tamom. Antarktidadagi sun'iy yo'ldosh aloqa tizimi muhandisi degan nom juda mag'rur jaranglaydi. Ammo xizmat majburiyatlari ro'yxatiga ba'zi narsalarni kiritishni unutishgan ko'rinadi. Masalan, soatiga 140 km tezlikda shamol esayotgan payt muzlagan oqava quvurni eritib ishga tushirishni. Shamol tezligi soatiga 180 km ga yetdi. Endi 195 km ga chiqdi. Hozir sizlarga so'nggi bo'ron bu kulbani qay ahvolga solganini ko'rsataman. Xona burchaklarida ko'rayotganingiz bu qor uyumi derazadagi igna teshigidek tirqishlardan kirgan. Shamol tezligi soatiga 355 km ga yetdi. Va bir necha soatda qor shunday uyum bo'lib ketdi. Ana u yerda yotadigan joy bu esa pechka. Xonani isitish uchun yoqardik odatda. Mart o'rtalarida ikkita antiqa hafta bor. U payt quyosh odatdagidek chiqib, odatdagidek botadi. Kechasi deraza pardalarini yopmasangiz, ertalab quyosh nurlari uyg'otadi sizni. Bundan bir necha kun avval tepalikda suratga tushgan paytimiz umrimda birinchi marta chinakamiga muzlab qoldim. Izg'irin suyak-suyagimdan o'tib ketdi. Hoynahoy 80 daraja sovuq bo'lsa kerak deb o'yladim.
Kris Kavanaga qarasam, yuzda yosh oqib ketyapti. Ammo shunchalik sovuqligidan buni sezmasdi ham u. Keyin yana qarasam, ko'z yoshlari shundoq yuzda muzlab qopti. Menga qattiq ta'sir qildi bu. Tezroq issiqqa qaytish kerak shekilli. Qirg'oq bo'yidan taxminan 30 kilometr ichkariga kirib ketdik. Ammo shu yerda ham mana bunday bechora jonzotlarni uchratishimiz mumkin. Muzlab qolgan tuyuling bu. U adashib qolgan va orol ichkarisiga qarab ketgan. Hayratlanarlisi bunday voqealar tez-tez bo'lib turadi. Bunday jon talvasasiga tushib qolgan jonzotlarni ko'rish juda og'ir. Ammo biz bu jarayonga aralashishimiz mumkin emas. Tabiatni o'z holiga qo'yib berishimiz kerak. To'g'ri, men ham ba'zan kuyinaman. Xavotirga tushaman. Og'ir vaziyatlar uchun asrab qo'ygan nimamdir bo'ladi albatta. Oilamning suratini o'zim bilan olib kelganman. Muzlatkichga yopishtirib qo'yganman uni. Hattoki devorlar meni bo'g'ib qo'yayotgandek tuyulsa ham, yaqinlarimning nigohi menga dalda berib turadi. Odatiy kun edi. Birdan telefon jiringlab qoldi. Buvim ekan. Yuragim jimirlab ketdi. Bir gap bo'lganini sezdim. Buvim dadamning vafot etganini aytdi. Karaxt bo'lib qoldim. Bunday musibatni kutmagandim. Juda og'ir bo'ldi. Ota-onadan judolik juda og'ir zarba. Ammo o'sha lahza oilamning yonida bo'la olmasdim. Dafn marosimiga bora olmasdim. Qalbim huvullab qolgandek edi go'yo. Oilam bilan birga bo'lishni istardim. Ularning yoniga talpinardim, ammo buning imkoni yo'q edi. Bu yer yuzidagi eng ihotalangan joy. Va ko'nikish qiyin bunga. Bitta qishga zo'rg'a chidaydigan odamlarni ko'p ko'rdim. Ko'pchilik uchun juda og'ir bu. Birdan sushi yoki hind taomlarini ko'nglim tusab qolgan paytlar bo'lgan. Kinoga borgim, odatiy hayot tarzini kechirgim kelib qolgan. Bu istak shunchalar kuchli ediki, juda qiynalib ketardim. Ammo tezda o'tib ketdi bu. Bilmadim nimaga. Ehtimol birdan loqayd bo'lib qolgandirman yo tushkunlikka tushgandirman, ammo endi unaqa narsalarni sog'inib siqilmayman. Biroq yaqinda avokado yegim kelib qoldi. To'g'ri, avokado yoki bir qadah sharbat haqida o'ylab xayol surib o'tirish mumkin. Yoki oddiyroq narsaga ham qanoat qilsa bo'ladi. Masalan, sut qo'shilgan choyga yoki qaymoqli choyga, qora non, gulkaram juda zo'r bu. Yo'q, yo'q, yo'q. Uni qutqara olmaymiz. 2008-yilning qishida men 48 soatlik Antarktika kinofestivalini uyushtirdim. Qit'adagi barcha bazalarga unda ishtirok etishni taklif qildim. Bu filmlardagi eng hayratga soluvchi jihat boshqa bazalarning qanday ko'rinishda ekanligi va o'zing kabi qishni muzlikda o'tkazayotganlarni ko'rish bo'ldi. Karolina! Ovozingni eshitganimdan xursandman. Qalaysan? Men yaxshi yuribman. Ha, hammasi yaxshi. Mana o'tirib, nonushta qilyapman. Keyin qahva ichyapman. Ota-onang yaxshi yuribdimi?
Men hozir quyoshni yana ko'rarmikinmiz? Qachondir ko'ramiz. Yaqinlashib kelayotgan zulmatdan qo'rqandim. Axir bu holat uzoq oylar davom etishi mumkin-da. O'zimga qay holatga tushaman, menga qanday ta'sir qiladi bu deb o'ylardim. Meni o'zgartirib yuborishidan qo'rqardim. Bu yerda qishlagan do'stlarim bilan yozishib ko'rdim. Ularning gapiga qaraganda o'zgarib ketishgan ekan. Shunda men ham o'zgarib qolsam-chi deb o'ylardim. Osmon yog'dulanib, yaltirab turishda davom etardi. Shu bois quyosh shu atrofda deb o'ylab qolasan. Bundan ko'nglim taskin topardi. Zulmatdan boshqa narsalar ham borligini eslatardi bu. Diqqat, barcha stansiyalarga aloqada qoling. Ob-havo yomonlashuvi haqida ma'lumot. Makmyordo ob-havo xizmati ma'lum qiladi. Buni qara. Yotoqxonamizni eshigi bu. Odatda yerda gilam to'shalgan bo'lardi, devorlar ham toza edi. Lekin hozir eshikni ochamiz-da, butunlay boshqa olamga tushib qolamiz go'yo. Tayyormisan? Xo'sh. Ochamiz. Biroz shamol esyapti. Televizor ko'rib o'tirib, dunyoda sodir bo'layotgan dahshatli voqealarni ko'rar ekansan, bexosdan yaxshiyamki shu yerda ekanman deganingni bilmay qolasan. Keyin esa palmalar qulayotgan odamlar aks ettirilgan shoularni ko'rib, u yerda emasligingdan, qorong'u va qahraton qish uvillagan shamol qo'ynida ekaningni afsuslanasan. Dengiz muzi ustiga chiqib birdan Observation Hilldan afsonaviy zumrad to'lqinlar ko'tarilayotganini ko'rdim. To'lqinlar butun osmonni qoplab olib harakatlanardi. Shunda lop etib xayolimdan hozir meni o'zga sayyoraliklar o'g'irlab ketadi degan fikr o'tdi. Chunki kinolardagi o'sha yashil nurga juda o'xshab ketardi bu to'lqin. Qo'lingni cho'zsang yetadigandek go'yo. Jannatga tushib qolgandek his qilasan o'zingni. Men uchun haqiqiy hayajonli daqiqalar edi bu. Hatto nima qilayotganimni anglolmay qolgandim. O'zimga kelganimda esa tiz cho'kib turganimni, ko'zlarimdan shoshqator yosh oqayotganini his etdim. Bu g'aroyib edi.
Hozir iyun oyi. Kunduzgi soat 12. Men qishloq joyda katta bo'lganman. U yerda doim yulduzlar yaxshi ko'ringan. Minnesotaning chekka hududlarida yoki Kolorado tog'larida sayr qilganingda, tavba, osmon biram chiroyliki deb o'ylaysan. Yulduzlar pushti, yashil, moviy, oq rangda tovlanishi mumkinligini tasavvur ham qilmagandim. Galma-gal o'chib yonayotganga o'xshardi. Mitta mayoqchalarni men hech qachon tasavvurimga sig'dira olmaydigan mayoqchalarni eslatardi. Osmon shu qadar go'zalligini bilmagan ekanman. Ishongim kelmaydi bunga. Tuni kungi zulmatni juda ham yaxshi ko'raman. Menimcha oy to'lishgan kunda ba'zan boshqa paytda ham tog'larni ko'rish mumkin edi. Ba'zan esa tog'lar borligini butunlay unutib yuborardim. Koinot mitti makonga aylanardi. Shunday daqiqalarda aql idroking o'zgarganday bo'ladi. Yozning oxiriga borib yagona istagim tezroq qorong'ulikni ko'rish edi. Yana tun hukmronlik qilishini xohlagandim. Hozir esa tun zulmati ichida qolganimda tong otishini ko'p ham kutmayman. Har yili 3 marotaba qutb tuni yakunida tantanali ziyofat tashkil qilamiz. Mana hozir ham qishning qoq o'rtasida shuning harakatidamiz. Ma'lumki tong otishiga oz qoldi. Shuning uchun mustahkam do'stligimiz sharafiga qadah ko'taramiz. Qoyil! Zo'r. Ha. Bravo, bo'la qol. Xo'sh, qalay? Sovuq bo'lganda-ki. Bir kuni Kristin mendan so'rab qoldi. Sovuq ekanmi deb. Men yo'q, unchalik emas deb javob berdim. Shundagina suhbatimiz qanchalar bema'niligini tushunib yetdim. Axir biz Antarktidadamiz-ku. Qishning qoq o'rtasida bo'lsa, u bo'lsa tashqari sovuqmi deb so'rab o'tiribdi. O'shanda havo -40 edi. Quyosh ko'rmaganimizga ham ancha bo'lgandi. Men esa ob-havo yomon emas deb o'ylabman. Qizig'i, his etish qobiliyatimiz qay darajada o'zgarib ketganini qarang-a. O't o'chirish bo'limi, Genevieve. Bir daqiqa. Odatiy hayot tarzidan qochib ketging kelardi. Ertalab uyg'onasan, ishga borasan, ovqatlanasan, uxlaysan va yana hammasi takrorlanaveradi. O't o'chirish bo'limi, Genevieve. Ko'pchilik har kuni bir maromda kechadigan ishni bajarish kerak. Ular esa bunga ko'nikmaganlar. Bunday holat odamni toliqtiradi. Kundan kun bir xil ish. Ko'ngil ochadigan nimadir topishga urinasan. Kitob o'qib vaqt o'tkazish mumkin yoki biron boshqa mashg'ulot bilan shug'ullanish. To'g'ri, boshqalar bilan birgalikda nimalardir qilishing mumkin, ammo vaqtni yolg'iz o'zing o'tkazishni uddalay olsang, bu ham omad. Yaxshi kitobning o'rnini hech nima bosa olmaydi. Andrew Weil yoki mana bu diniy kitob. Shu kitobga lug'at va izoh. Men to'qish bilan shug'ullanaman. Bu qishki zerikishning oldini oladi. Ba'zan esa sochlarimni yulib qochib ketgim keladi.
Qishning oxirlarida dahshat sovuq, charchoq, doimiy zulmat, tushkunlik asabiylikka olib keladi. Bu esa juda yomon. Diqqat, barcha stansiyalarga aloqada qoling. Ob-havo yomonlashuvi haqida ma'lumot. Ob-havo xizmati rahbari quyidagi hududlarda ob-havo keskin yomonlashuvini aniqladi. Takrorlayman. Men do'konda ishlayman. Har kuni soat 11:30 da do'kon ochamiz. Bir kishi har kuni do'konga kiradi. Har kuni faqat bir gapni gaplashamiz. Unga nima kerakligini so'rab ham o'tirmayman. Darhol bir quti sigaret uzataman. Bir safar har galgidek kirib keldi-yu, sizlarni ishlayapsizlar deb o'ylamagandim. Nima har kuni shu paytda do'kon ochasizlarmi deb so'rab qoldi. Axir har kuni kirasiz-ku, doim bir xil narsa sotib olasiz. Xudoni bergan kuni shunday-ku dedim. U bo'lsa, tavba, bu paytda do'koningiz ochiq bo'lishini bilmas ekanman deydi-yu ketdi. Bir kuni ko'chaga chiqmoqchi bo'ldim. Boshlig'imiz bir juft botinka berdi. Kiyib ko'rsam, juda g'alati. Oyog'imni adashtirib poyma-poy kiygan ekanman. Yana qaytib kirib, o'ng oyog'imni yechdim. Poyabzalni qo'ydim, chap oyog'imni yechdim, poyabzalni qo'ydim. Keyin birinchisini olib, yana xuddi o'sha oyog'imga kiydim. Ya'ni yechib, yana o'sha oyog'imga noto'g'ri kiyibman. Va ko'chaga chiqib ketdimman. Men 1999-yildan beri kelaman bu yerga va o'shandan beri hammasi bir xil o'tmoqda. Hech nimani eslay olmayman. Bir kuni dadamga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim. O'zim bolalikdan bilgan qadrdon raqam orqali, ammo raqamni eslay olmadim. Bir kuni alifbodagi harflar ketma-ketligini eslashga urindim. S birinchi keladimi yo T keladimi deb. Bunga 10 soniyacha vaqt ketdi. Men gaplashayotganda avvaliga qaraganda ko'proq deydigan bo'lib qoldim. Ongli ravishda emas albatta, beixtiyor. Bo'sh vaqtimni shu bilan to'ldiryapmanmi deyman o'zimcha. Avvalam gaplashayotganda degan bo'lishi mumkin, ammo hech ham deb cho'zmasdim. Haligi nima deyotgandim? Gapimdan ham adashib ketdim. Parishon xotirlik boshlanyapti shekilli. Kechirasan, nimani so'rayotganding? Agar yoz nafasi, iforini saqlab qo'yish yoki biron joydan olib kelishning iloji bo'lganda edi, gullarning hidini, yozning ko'm-ko'k o'tlarning, daryoning, Bug'doy va jo'xorining hidi. Hatto balchiqning hidi ham. Bu yerda bunaqa hidlar yo'q. Yo'q, xudo. Xudo, yomg'irni sog'indim. Daraxtlarni, suvni, oilamni, to'polonchi jiyanlarimni. Ko'p narsa yetishmaydi bunda. Bu yerga kelgach, ko'p narsadan voz kechishingga to'g'ri keladi. Kichkina shaharga tiqilib qolganingni, atrofda esa hech nima yo'qligini anglaysan. Faqat quyosh chiqqandan keyingina qayerda ekaningni anglab yetasan. Oldindan sezib zavqlanish hissi paydo bo'ladi. Avgustda osmonda tong yorisha boshlagach, xuddi bolalikka qaytgandek bo'lib, yangi yilni kuta boshlaysan. Avgust yilning eng sovuq payti. Sadafdek bulutlar ko'paya boradi. Garchi bu azon qatlami yemirilishining oqibati bo'lsa-da, baribir quyosh ular bag'ridan yuz ko'rsata boshlagach, juda ajoyib manzara namoyon bo'ladi. Osmonga xuddi olov yoyilgandek tuyuladi.
baribir quyoshning paydo bo'lishi eng hayratlanarli va hayajonli payt. Men shu lahzani kutaman, quyoshning qaytishini kutaman. Va bir lahza keladiki, u payt quyoshni ko'raman. U lahza qachon kelishini avvaldan bilib bo'lmaydi, biroq o'sha fursat kelgach, men qayerda bo'lmay to'xtab qotib qolaman. Qotib qarab turaveraman. Uni miyamga joylamoqchidek bo'laman go'yo. Mayli, ana shundan keyin chiqib borliqqa nur sochaversin degandek. Qirq daraja sovuqda qaynoq suvni sepsangiz, mana bunday holat ro'y beradi. Shunday qilib, birinchi samolyot kelgach, baza aholisi 2 barobar ko'paya boshlaydi. Qishdan chiqqanlar uchun bir gala yangi odamning kelishi g'alati tuyuladi. Olti oy davomida ertayu kech faqat bir xil odamlarni ko'raverasan, bironta ham yangi chehra yo'q va to'satdan notanish insonlar kirib keladi. Juda xursand bo'lib ketasan. Ayni chog'da begonalar bostirib kelgandek tuyuladi. Hoy, mendan nariroq tur demoqchi bo'lasan. Qishni bu yerda o'tkazgan insonlar burchakka berkinib, o'sha yerdan mo'ralab, yangi kelganlarni kuzatishganini ham ko'rganman. Butun qish bo'yi o'zimizning yopiq davramiz bor edi. Hech qanday infeksiya yo'q, hech kim kasal bo'lmagandi. Endi esa birdan yangi odamlar, yangi mikroblar. Ular kuch g'ayratga to'lgan, yuzlari jigarrang odamlar deymiz ularni. Hammasi quyoshda toblangan. Bu yerda o'zimiz quyosh yo'q paytlar qanchalik rangpar bo'lib ketganimizni his ham qilmaymiz. Biz o'z hududimizni qanday himoya qilganimiz hayratlanarli holat. Birinchi reys kelgach qanday qaytib kelganimiz va ovqatlanishga kirganimiz esimda. Men patnis va likopcha oldim. Atrofga yaxshilab qaradim va navbatni ko'rdim. Navbatda turishga majbur bo'lganimdan shunaqangi jahlim chiqib ketdiki, bizning kun tartibimiz butunlay ustun bo'lib ketgandi. Juda jig'ibiyron bo'lgandi. Birontasiga sanchiqni sanchib olgim kelardi. Nega jahlim chiqayotganini hech tushuna olmasdim. U yerda ovqatlana olmadim. Shuning uchun xonamga qaytdim. 5 daqiqacha. Nega bunchalik jahlim chiqayotgani haqida o'ylab o'tirdim. Kimdir eshigimni taqillatdi. O't o'chirish guruhidagi yigitlar ekan. Men bilan birga ovqatlanmoqchi bo'lishibdi. Yarim soat mobaynida televizor ko'rib ovqatlandik. Lekin bir-birimizga bir og'iz ham gapirmadik. Zo'r bo'luvdi-da o'zi ham.
Chamasi bu Antarktidaning oltin davri bo'lsa kerak. Hozir ilm-fan hukm surmoqda bu yerda. Xalqaro kelishuv esa amalda. Unga ko'ra bu makonga boshqalarga ko'maklashish uchun kelar ekansan. Olamni o'rganish uchun, insoniyat uchun ko'plab yangiliklar ochish uchun. Yer yuzida bunday maskan boshqa topilmaydi. Shu bois Antarktida fuqarosi bo'lish men uchun katta sharafdir. To'g'ri, bir kun kelib kimdir bu yerlarda ham neft qazish imkonini topar. Xalqaro kelishuv ham o'z kuchini yo'qotar. Payti kelib odamlar o'zlarini hozirgidek aqlli tutmasliklari ham mumkin. Sarguzasht izlab kelar ekan insonlar bu yerlarga. Keyin esa bu makonga maftun bo'lib qoladi. Shundagina bu yerning tabiati qanchalar nozik ekanini tushunib yetadi. Agar ehtiyot bo'lmasak, aql bilan ish ko'rmasak, hammasini vayron qilishimiz mumkin. Bir uyda yashayman deb tasavvur qiling. Uyda hech kim yashamaydigan muzday bitta xona bor. Lekin xona baribir uyingiz ichida qolaveradi. Loqol shuning uchun o'sha xonani tozalab turishingiz kerak. Xonada nima bo'layotganini bilib turishingiz shart. And you have to know about what's going on there. Inglizlarda bir ibora bor. Tarjimasi qalb sokinligi. Har bir insonga aynan shu narsa kerak. Bu yerlarni hech qachon vatanim deya olmasligingni o'zing ham bilasan, ammo bu yerga bog'lanib qolar ekansan. Ketgan paytlaring yana talpinaverasan bu maskanga. Xohlaymanmi, yo'qmi, bu yerdagi hayotim bir kun kelib yakun topishini yaxshi bilaman. Dastur o'zgarishi mumkin, yo sog'lig'im pand berib qolar, yoki bo'sh o'rin topilmas. Hech kim bu yerda umrbod qola olmaydi. Meni ham safarim qariydi bir kun. Oldindan yana qaytib kelish kelmasligimni aslo bila olmayman. Odatiy hayotga qaytganimda bir voqea ro'y bergandi. Dushanba kuni ertalab, taxminan soat 8:30 da mashina ko'pligidan yo'lda turib qoldim. I am stuck in traffic. Esimda atrofga olazarak bo'lib qarardim. Odamlar kichkina mashinachalarga biqinib olishgan. Ularga qarab turib, xayolimdan bir o'y o'tdi. Axir ular poda ekan-u. A nuqtadan B nuqta tomon shoshayotgan poda. Shu paytda ortga qaytkim keldi. O'sha muzlik yurtiga. Muzlikni tark etganingdagina u yerda hidlar yo'qligini his etasan. Hech nimani hidi kelmaydi.
Endi esa botanika bog'iga borib, to'yib turfa islardan mast bo'lishing mumkin. Katta do'konga bormoqchiman, oziq-ovqat bo'limiga. O'sha yerda 15 daqiqacha turib, to'yib hidlayman. So'ng yangi yopilgan non sotib olaman. Yana mazali pishloqning katta bo'lagini, avokado, danaksiz qora uzum ham olaman. Hammasini uyga olib borib bo'kib yeyman. Mazali shirinlik, sut va banan bo'laklari. Gulkaram, men burrito yemoqchiman. Christ Churchdaligimda mazza qilib yomg'ir ostida sayr qilaman degan umiddaman. Juda xohlardim shuni. O'lan ustida yalangoyoq sayr qilsam deyman. Miyang yaxlab qoladi. Shoshmang. Miyam yaxlab qoladi-yu, o'ylay olmay qolaman deyapman. Bu haqda keyinroq o'ylarmiz. Film dunyo bo'ylab telekanalda o'zbek tiliga o'girildi.